Assalomu alaykum, kuningiz xayrli, barakotli bo'lsin. Bo'stonliq ot bozori. Bozordagi bugungi holat. Yevropa Siya Abakan deysizmi, o'zimizning qora bayirlardan deysizmi? Balandligi 1.55, 1.60, 1.65, hatto 1.80, 1.75 deysizmi, hammasidan bozordan qidirib, topib, qarab, tanlab, minib ko'rib, sotib olsangiz bo'ladi. Ha, albatta eng ko'p beriladigan savollardan biri narx-navoni aytsangiz bo'lmaydimi? Narx-navoga kelsak, tirik vesiga 45 mingdan 50 minggacha hisoblab olishyapti. Go'shiga bo'lsa shu 82 ming bilan 83 minglar orasi hisoblab olishyapti. Endi mingga yaxshi chiroyli otlarni chiroyiga, zotiga, tarbiyasiga qarab ular bebaho. Oluvchi o'zini summasini pulini aytayapti, sotuvchi o'zini pulini aytayapti. Kelishib qolishsa, sotib olib savdo bo'lyapti, baraka bo'lyapti. Bilasizmi, eng ko'p beriladigan savollardan yana biri bozorga yaxshi otlar chiqmaydi. Yo'q, bu xato. Bozordan ham, uydan ham, otxonadan ham olsangiz, maslahatlashib, shoshmasdan qarab, minib ko'rib, tuyoqlari, oyoqlariga qarab, yurishlariga qarab, minib ko'rib, rullariga, burilishiga qarab, o'ngga, chapga, to'xtashlariga, yurishlariga qarab, nafas olishlariga qarab va yana esdan chiqadigan, eng ko'p esdan chiqariladigan joyi xulqiga qarab, ishlashi, tepishi, odobiga qarab. Chiroyligi albatta chiroyligini tekshirib qarab, yoqsa, keyin savdo qilganingiz yaxshi. Bizni kuzatishda davom eting, komment izoh qoldiring, xabarlashamiz. Mağlasını milişken mi? He, milişken. Akan bozor hududida aytilgan